Benim ismim Adam. Etner padişahlığının şahzadesi. Bu yerdə Sırlıq Qaliskar tələsi var. Bu yolvas benim ən yaxşı dostum. Məndə sırlıq güç qüvvət var. Lazım bolğanda şəmşirimni çıxırıb qatlıqda olayım mən. Bana güç qüvvət ataqım var! Bu çağda yolvaz, əriş yolusu qaylanır. Mən Xiymenge, alemdeki en kudretlik Adem'e aylanır. Benim özgür sırrımni dostum Şadutberi son sırrız. Yasağı ol, değil ki. Ve Olko 3 kişili bilir. Biz birlikte rezillik menbiyi İlantağ Kalesi'ni kelgen almasla bilen köreş kılınır. Ödünü kolay dana İskeleçya. Bana yeni bir kıtım fırsat vergi. Ödünü kolay. Beni ilantığını koğulup etme. İskeleçya, ödünü kolay. Ağzını yum, uzun yolluk kalma. Ben senin yalvarışa valaklaştırığında toydum. Endi bir yerde lazımın yok, tutun mu? Tez yok ol, kan çırak kesse üçüncü yakşı. Ey, Osman'dan hatalık zannime. Eşnime. İskeleçya onu Xiymende köp yengilip qalğanlığı, onun üstüge çırayı yakmağanlığı üçün şundak qıldı. Xudağa şükür. Şu cağdayını sen uyya demezkensen. Senin kamçan, Osman. İskeleçya. Ahire senin ornunu belli yok olsun. Yok ol. Senin sert çırağınla dertliğini közem köy müsün? Yaxşı. Ben yani qaytıp gelime. Bırak. Ben yani gelime. Bildin mi? Ha? Yeni qaytıp gelemisən? Özeninin kerametini sana uğuptan görürsün koyma. Sen de en ahırsız görmedin. En ahırsızı. Bu yerde barlıq əsvablar sınaq qılınıb oldu. Cəng maşinisi mi təyya oldu? Padişahın etlerini közünün köçüşünü kütməkdə. Pek yaxşı, biz qaçar yolga çıxıb gelmiyoruz. Ha, biz barmaymiz. Padişah özü haydab yalğız yolga çıxıdı. Faqat mən onun həmrahı olum. Yəni onun ən yaxtırdığan, ən qudretli palvanı billə oludu. Ahay, Adamı sorsadı? elbette onun benim muhafizatçılıkı belgelişini ümit kılımı. Adil bomaptı. Men mi barmen? Haqiqi kakildigini men. Senin ən yaxşı yardımın bu yerdən jıraq duruş. Lekin men sizlarga hech qanday xabarchilik deb bermayman. Bu yerda beray. Ya, Oko. O işçi solinib qaldı. men chiqib ketay. Men chiqib ketay. Qaysi to'p tutish ko'nib qisidi? Menimce biz yardım verişimiz gerek. Nemi iş oldu ya sağ ol. Cəng maşinisinin bəl çataqları tügümətdi. Xiymən əl qıqılı getdi.
mashinasi. Men Xeyman. Darhol barliq harakatini to'xtat. Tushundim, qiymanlik isbotlandi. Barliq harakat to'xtasin. Mashina harakatdan to'xtadi. Xotirjam bo'linglar. Sen doim boshqalarga yordam berishni yaxshi ko'rsan. Qani, marhamat. Oh, valaqshima. Men uni yasab qo'yishim mumkin. Xeyman, men sening Okoni qanday qutqizganligingni ko'rdim. Qaltis batirlik qilding. Rahmat sizga oliylari. Odam yaralanmaganga bek xo'shal bo'ldim. Etnir uchun ko'p kuch chiqarding yigit. Biz bilan bir sapda turganligingdan faxrlanamiz. Rahmat oliylari. Qiymat, sen podshoning muhofizatchisi bo'la olamdikansan. Neymiş ki bolamaydı ekanman. Biroq ba'zida u sendan ancha zo'qlanmaydi. Sen bilirse, şahzade adam boğalıqım üçün pervasız qiyafət kirvelip məxfiyyətimi saqlayma. Əlbəttə, dadamın qabiliyyətini köz qılmastığını mı xalamayma? U bularni bilsili bo'lardi. Adam, yasa ol. Men bugun sizlarga o'zim belgilagan muhofizatchilarimni uqtirib qo'ymoqchiman. U yigit mening bir necha qitim maqtishimga va xalqimning ishonchiga erishdi. U kuch-quvvatga ega Xeyman. Xeyman? Yasa ol. Sen ko'p qitim Xeyman bilan qalbli kam qarashgan. Hozir uning bilan tez aloqalasha olasan. Albatta bo'ladi oliylari. Lekin meningcha ziyoratga menimi birga olib chiqsang bo'ladi dedi da. Shundaqmi adam? Biroq sen azaldan siyosiy ishlarga qiziqmaydigan tursan balam. Mening bu qitimqi ziyoratimga tajribasi mo'l ham ishonchli muhofizatchi kerak. Men tushundim. Kayfiyating boshqacha-ku. Men senga yordam bera olmaymanmi? Uzundan beri men Xeymanning qudratini saqlab keldim. Lekin məxfiyyətlikni saqlash uchun odatda hamishqi parvosiz qaraydigan va mas'uliyatsiz qiyofatga kirib oldim. Men bu niqobimni olib tashlasam, dadamı mendan faxrlansin deyman. Sening qiynalayotganligingni tushunma. Adam, sen cho'qim kuch-qudratingning majburiyatiga mas'ul bo'lishing kerakligini tunig'in. Agar Xeymanning iskilitcha va boshqa dushmanlari bu maxfiyatlikni bilib qolsa, ular sening va oilangning xotirjamligini buzadi. Men ailemga avarchilik tepib berishni xolamayman. Dadamga maxfiyatligimni demaymi, uni qoyil qila olmayman. O'ylig'ining bo'yicha ish qilsang xatolashmaysan. Adam, ehtiyot qil. Acab bilas bastı. İskelet şahını şunca yıl capa çekip küssemmi. O meni rahim qilmasdan qo'g'lab chiqadi. O iskelet başlık ablah nima uchun meni xalqancha aytib etadi? Men yanini bosmoq shundoq-ku. Barliq hayvonlarning doisi. Bu sen mi bastı? Bana o mevini üzüp be. Erkütün çakar olsun. Ben emniyetki yüzleşip gerek. İlan tekini ağ terek kılmasam hiç işte başka elip çıkamayım ben. O ne mi? Ha? Men yanala Xeymanni muhofizatchi qilishni loyiq ko'ryapman. Lekin dada, agarda kelgusi podshoh bo'lsam, davlatni qanday boshqarishni o'rganishim kerak-ku. O'zingni tutib ol adam. Bu bir muhim sayohat. Bu chaqda ba'zi masalalarni muzokara qilishga vaqt yo'q. Bilaman dada, sen menga ishonib qolasan. Podshohga muhofizatchim yo'q-ku. Agar tutib ola olsam, iskili shah mening qaytib berishimni cho'qim qarshi oladi. Bu yoqqa kelinglar jangchilar. Jangga tayyorlanaylik. Oldinglarmi? Bu yoqqa kelinglar. Tez! Son birinchi bekitimiz nerede Yasavul? O'rmonning u tarafidagi Deristor shahri. Yana bir necha soatdan keyin yetib boramiz. Nima ish bo'ldi? Hayvon saysi. Ular bizning mahturni buzib qo'ydi. Ilgirlanmaydigan bo'ldik. Hech amal qilmadi.
Ciddiyleşme dada. Ulanın adamını üzen berime. Adam, to'xta, qaytib kel. Bu to'ng'itish nuri ularni cho'qim yo'qotalaydi. Boyliq qo'rqinchoq odam shahzodi bu. Qandoq? Meni qo'yib, bosman, bo'lmasa baka alamda qolasa. Xafa bo'lma, shahzoda. Sen elimde qalasan mikin? Endi dadam qutulanmaydi. Xan ordusidagi barliq oltinlarni bugun kechda Ilandiga yo'tkab beringlar. Mening buyrug'imni anglanglar. Bu podshoh endi Iskilit shahrining zindonidan mangu chiqolmaydi. Meni qo'yib o'tinglar. Dada, sen biz bilan birga mangma. Uqdingmi? Sizlar turib tursanglar, ondan erkin bo'la olasizlar. Bu yoqqa mangsizlar, hurmatlik oliylar. Bu uzun yumluq maxluq. Sen yaxshi oqibatga qolmaysan. Kim bana do'stlik qila oladi ekan? Eliqqa ag'ganmas o'g'lingmi? Bugun kechda o chiqqanda uni tutib olib qolmay, sening oltinlaringni elib olaman. Maxluq, agar uning bir talmoyiga tegilgan bo'lsang, sen bilan Iskilit shahrida ko'rishsizlar. Tajovuzchilar. Bosman yana qaytib ketdi. Sen yana nima qilg'ili kelding? Qilchon tashla kalva, bu men. Landasha, qaytish chiqibsan Bosman. Men Iskilit shahriga kichikkina sovg'a olib keldim. Iskilit shahrining qaytib kelishingga cho'qib qo'shiladi. Eliqqa Iskilit boshdan ketdi. Uni kim biladi, ha? U hayotlikqa buzg'unchilik qiladigan bir ishni qilish uchun olamga ketdi. U boshqalarni boshlab ketdi. Bugun navbatchilik menga kelgandi. Undaq bo'lsa, biz mehmonni so'lab qo'yaylik. Ondan mening kelganligimni tabriklasan qandoq, ha? Nahayt yaxshi. Yaxshi olib qoldingmi? Men hech nima bo'lmadim, lekin podshoh u Bilaman. O bosmanning tutquni bo'lib qoldi. Nemishki shu chog'da xiymanga aylanmaysa odam. Dadamga mening botirligimni ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Mag'lub bo'lishimni o'ylamabdimi? Men qara balam, sening xiymanning qudratiga erishishing boshqa maqsad uchun emas, faqat boshqalarga yordam qilish uchunla. Sening xiymanning kuch-quvvatiga ega bo'lishingni o'z xo'jaliging uchun deb qilib bo'lmaydi. Tushundim. Qanday qilishimni o'zim bilaman. Sen bu yerda qilib jang mashinasini yasab turgin. Hech nimadan ansirma. Ularga o'zim taqobil turaman. Seni uchun ko'tirmadim. Sen Iskilit shahrining eng ko'z ko'ringan polvoni. Rost shundoq Bosman. Men sening qaytib kelganligingga hayron qoldim. Sening burunga amalni o'stirish kerak. Aldımoqchimsa, seni o'rinlashtirish qo'ygan kishi ahmoq, meni kallam adam. Sen bir iş yapandın mı? Yo'q, bu sening xiyolin.
Dəldaraqlar qaravul. Endişe, siz bir yedin mi? Hatalaşmağandı mı? Men bu yerda xiyman. Ha? So'sishning bo'g'ini nayt yaxshi bo'ldi. Asta aileleri, tələyləri bakın. Mən sizni qutuldurup, ola sizi vağıcı bir xətər cəqə elib baray. Andım biz. Signal verildi. Padişah, o kaçtı. İskele şahının uçurduğun maşını adamı tutup ilerleydi. Yəni bir əqimdən ösəklə çıxıb gedimiz. Nasıl bulunlar bu yerden çıkıp gidemezler. Ulağı üzəm təqabül turay, aileleri. Nima? Men bu fursatni qo'ldan bermanmi? Men odam bilan yasovulga yosh vaqtimda bokschi ekanligimni aytmagan. Hozir odam ko'rsa hayron qolmasmi? Şundaqma, əlbəttə. Men ömrümde bundaq yürekli urushib baxmagan. Yaş vaqtimdikidek kuchim bormi yo'q? Bir ko'rib baqay. Bosman o'g'lim qizni yan yetkizmagandi. Yo'q, onu ayt yaxşı. Men balamni suyman. Sen bilsan, ba'zi chaqlarda uningga sal qattiqlik qilaman. Biroq uning ko'nglimni tushunishini umid qilaman. Oti bo'lgan odamning o'g'liga men seni suyman deyishi bek tas. Adamның bu sözünə nəhayət təsir edən vaxtı boludu, aileleri. Sizler kaçamayızlar kalmalı. Benim galibim meyvemle ip kaçmak şu mu? Heymen. Xeyme! Bək qızıqarlıq gəl, bək qızıqarlıq. Bundaq oğurluqçı başqalardək yasını veliş ancı yaxşı əməz, o demə, hey! Kulağı özümüzde bir tetik koyaydı. Biz mənayliyə hörmətlik aileleri, adam sizni gözə çoxum xoş buludu. Ey Bosman, sen yeni yıkıldın. İskele şah bilip kalsa, senden tekim öğrenciydi o. İskelet şah. Sen cime aşı iskeletten muddası boyunca iş kılamdı mı? Ha? Eğer onun sen çırağını zadını kömüken bolsam, benim talim uğdun gelgen bulattı. O uzun yolluk bak. Hazırlı Sinan tiranı teatir soymusan olmaydı. İskelet padişahı, beni düşündürüşümle Allah. Davut. Lekin evvel beğeni pakiz tazla. Sen mi bağım orman? Tez bul orman. Hop, başınızda ümit kılma. Dört kalma, benim bala koydum. Hazırlı tazılay. Bu mu? Büyümge kaytıp gelgen gıla okşaş. Qaraganda bu jang mashinasi hayvonlar sayisiga uchrab qilib bizga xatar keltirgan bo'lsa-mu, lekin cho'ng ziyon tatmabdi. Hayvonlar sayisi intayin g'aljirlashgan bo'lsa-mu, lekin siz hech narsa bo'lmabsiz. Menga rahmat aytish kerak. Sen uningdan o'rgan odam. Meningcha men hammani gün boldum. Bu nima deganing odam? Hech nima dada. Men burun boksyorni yaxshi o'ynaydigan, hozirmi kuchlik bo'lgan kishiga o'xsham demay yo'q. Yo'q, o'xshamaysan.
Ha? Bu nima degani? Yo'q, bu mumkin emas. Bugungi hikoya ota-onaning bo'lishib bo'lgan muhabbati to'g'ri so'zlangan. Men ayta olamanki,